Sodirjon. Sizlarga Imzo kompaniyasi sifatli 7 megabit hamda Terma 65 haqida ma'lumot beramiz. Bugungi ma'lumotimiz Namangan viloyati Pop tumanida juda ham chiroyli. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kuzatish davom etamiz. Juda ham chiroyli tashqi fasadlari qilingan, qumsuvoqlar, tiyagalar chiqarilgan, tiyaga qumsuvoqlar qanaqa bir uyga fasad berib turibdi. Ko'rib turgan romlarimiz endi bo'yi keladigan bo'lsak, 178, eni esa 205 atrofida bitta chekka ochilib, bitta chekka katta gluxoy bo'lgan, xuddi tepadan bir xil olib tushganmiz. Xona uchun, yorug'lik uchun, havo almash uchun juda ham zo'r holatda. 7 megabit 1 kvadrat metri 150-160 dollar atrofida boshlanadi. Energiya o'yini xona ichkarisini ko'rsatmaydi hamda issiq sovuqligini yaxshi ushlaydi. Tepadagi romlar, pastdagi rom bir xil olib tushganligimiz uchun dizayni o'zgacha chiqqan. Bu tomonda ham xuddi shunaqa bitta o'ng bo'lgan, ya'niki bunda ham o'sha gluxoy holatida ko'rsangiz bo'ladi. Endi ko'rib turgan eshigimiz Terma 65 vitraj, eniga keladigan bo'lsak 230, bo'yi esa 242 atrofida, ochilish teng o'rta bo'lgan. Supla kompaniyasi ruchka mexanizmi ochilish tashqarisiga juda ham zo'r holatda. 6,5 sm kosa qismi, qanot esa 7.3, Supla kompaniyasi ruchkasi va stuplini mexanizmi, petlar 3 tadan bo'lgan, yopilishi. Xona ichkarisidan tashqarini bemalol ko'rsak bo'ladi. Endi sizlarga aytgan romda xona ichidan ko'ramiz. Fasad dizayn uchun juda ham zo'r. Rotolux germanskiy ruchkalar, Fornax mexanizmi ochilishni ko'rsanglar bo'ladi. Havo almash uchun yetadi. Panorama o'zgacha hovlini ko'rsatib turibdi. Yopilish qismini to'g'ri yopamiz. Bekilda qanot. Xo'p, podokонniklar bu yerda 25 ta ishlagan, sababi bu yer ichkariga radiator qo'yiladi, shuning uchun 25. Endi xonamizning yon tomonida esa 35 ishlagan, sababi unda radiator tashqariga chiqib turadi. Mana xona ichidan ko'rinishi juda ham zo'r holatda. Bunda ham xuddi shunaqa ruchka mexanizmda qo'llashganmiz. Sheffieldsga seriyaga juda ham zo'r chiqadi. Fornax добавочный rezinalar qo'yilgan. Yopilishi. Endi esa ikkinchi etajni ko'ramiz. Orqa tomonda 6000 kvadrat romlar ishlangan. Uyning proyekti juda ham zo'r. Endi esa tepaga chiqamiz. Uyning tepa qismida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda chempion tepaga ishlangan balkonga 3 ga o'rta ochilish qilganmiz, sababi 2 ta ochilish kerak emas, balkonga qatnov yo'q. Yon tomondagi rom xuddi pastdagi rom bilan bir xil holatda mana. Idealni. Buni ochib ko'ramiz. Buni bo'yi pastga qaraganda kichikroq. Двойной. Qora petlar, qora ruchka, Sheffieldsga rangi aytib o'tib ketganimdek rosa yarashadi. Chempion eshigimiz tashqariga ochilish emas, ichkariga bo'lgan, sababi tashqariga mijozimiz ikkita stol qo'yib o'tiradigan bo'ladi. Ya'ni yo'l bo'yi maza qilib, havo aylantirib dam olgani yaxshi. Chempion termozamok, termopetlar, petlar italyanskiy 3 tadan. Ochilish oqilishlari idealni. Xona ichidan ko'rinishi juda ham zo'r holatda. Endi esa bu tomondan ko'ramiz. Bu tomondan ko'rganimizda ochilish yonga двойной bekildi. Idealni holatda. Orqa tomonda kvadrat romlarni ko'rsak bo'ldi. Endi orqa tomondagi xonalarda jami bunaqa derazadan 3 ta bor. Bitta bu yerda, bitta mana bu yerda. 6000 kvadrat. Eni keladigan bo'lsa 130, bu ham 130. Bunga stupleniya, bunga Fornax mexanizm qo'yilgan, ko'rishimiz mumkin. Roto kompaniyasi ruchkasi 6000 kvadrat. Bu razmer uchun eng zo'r yechim 6000 kvadrat. Ochilish yopilishlarni ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatda qo'llanadi. Sizlarga ham agar xuddi shunaqa sifatli eshik derazalaringiz kerak bo'lsa, telefon qilsangiz chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishni davom etinglar.